Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Menga xotin kerak edi. Xotin marketga xush kelibsiz. Sizga qanaqa xotin kerak edi? Xullas menga kamida 4 mahal европейский ovqat qiladigan kerak. Kiyimlarni vaqtida dazmol qiladigan, uylarni olmosda yaltiratadigan. Xullas menga xotin emas, xotin kerak. Albatta hurmatli mijoz. Bizda bu kabi xotinlarga zaпрос juda ham ko'p. Yagona kamchiligi bu undan ovqat hidi kelib turadi, yog' hidi va xalajlik doim to'ldirib turishingiz kerak. Mumkin bo'lsa menga qomati kelishgan, lablari ishib turgan, har tomonlama qomati kelishganidan zamonaviy odam ko'rganda vaqt deydigandan bo'lsa yaxshi bo'lardi. Xo'p, bu aytayotgan modelimiz qaynalarga uncha yoqmaydi-yu, lekin erkaklarning sevimli modellardan. Lekin bitta narsani ayta olaman, bular bilan til topishi sal qiyinroq bo'ladi. Injiqroq, nozik tabiatroq. Faqat minus shunada, ovqat qilmaydi, yig'ishtirmaydi, lekin siz aytgandek xushbichim. Ha, akacha, menga bola ham kerak. Kamida 3 ta bo'lsin. Bolaga o'zi qarasin, meni boshim umuman ortmasin. O'qituvchisi, bog'cha opasi, enagasi, hamshirasi hammasi o'zi bo'lishi kerak. Albatta hurmatli mijoz, siz so'ragan model bizda bor, lekin uni o'ziga yarasha rasxodi bo'ladi. Kolyaska, rozbor buyumlari, butavot texnikalar. Lekin biz sizga bunga zo'r taklif bilan chiqamiz. Bir ilovasi orqali siz sotish va sotib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Joylagan iloji 2 daqiqada joylanadi, eng asosiysi bepul bo'ladi. Ishlatgan kolyaskalaringizni bemalol sotib olishingiz ham mumkin. To'xtang. Menga o'qimishli, o'zini xarajatlarini o'zi qoplab yuradigani kerak. Albatta hurmatli mijoz, siz so'ragan barcha talablar mana shu modelimizda bor. Siz aytgandek hamma xarajatlarni bo'yniga oladi. Yagona minus shundaki, orada qilgan xarajatlarni siz yuzingizga solib Ha, qarang, unda menga mana shu barcha so'raganlarimni bittada o'ziga jamlagan xotin bormi? Albatta hurmatli mijoz, bu modelimiz siz xohlagandek hammasini o'zida jamlagan, lekin siz bu modelimiz bilan ehtiyotkorlik bilan suhbatlashishingiz, unga ko'proq vaqt ajratishingiz, uni ko'proq eshitishingiz, uni xohishlarini va tilaklarini amalga oshirishingizga to'g'ri keladi. Oho, sizlar yaxshi bo'lib turibsizlar. Bu xotinga ham pul kerak ekan, ham mehr kerak ekan, ham e'tibor kerak ekan. Men yaxshisi boshqa to'qiga borib qo'ya qolay. Yaxshi aytib oling hurmatli mijoz. Ham pul ishlatmas ekan, ham e'tibor bermas ekan. Tushunmadim, qanaqa xotin kerak bularga?